40 سال. این رقم به گفتن آسان است، اما در ناحیه اوچکوپریک ولایت فرغانه یک معلم فداکار است که 40 سال این جانب در یک مکتب فعالیت کرده است و شاگردان زیاد تربیت نموده است. چند تن شاگردان او الکی به کمال رسیده با معلم همکار می باشند. گزارش نوبتی ما اویدی فعالیت معلمه صاحب تجربه از ناحیه اوچکوپریک حلیمه خان ارگشوا می باشد. وقتی درس فرا رسید، زنگ مکتب باز صدا داد. معلمه حلیمه خان قریب 40 سال باز این صدا را میشنود. برای او مکتب، درس و خوانندگان مهربان قسمی جدا نشونده حیات او شده. صدای کودکان و مکتب رقم 15 مکانی عزیز است که به قسم تمام حیات او تبدیل یافته است. در طول سالها نمود ظاهری مکتب تغییر یافته، نو شده است و اصولهای تعلیم با طلبات زمان رشد کرده. اما یک چیز همیشه به تغییر مانده است: صمیمیت و محبت معلم به خوانندگانش. درس‌های او همیشه پرجوش و خروش، جالب و پر از مثال‌های واقعی میباشد. خوانندگان زبان و ادبیات روس را نه تنها از کتاب‌ها بلکه توسط صحبت‌ها و بحث‌ها نیز می‌آموزند. Bu kasbga kirishib kelishimga sababchi ustozim Yelena Sergeyevna bo'ladi. Shu ayol menga o'qituvchilik sirlarini, o'ziga xos qiziqarli tomonlarini qalbimga singdirganda va o'z-o'zidan o'qituvchi bo'lib kirib kelganman. 1987-yilda Qo'qon davlat pedagogika institutini bitirib, Uchko'prik tumani 15-umumiy o'rta ta'lim maktabiga ishga kelganman. Dastlab kirib kelganimda hali g'o'r, hech narsani bilmaydigan ustoz bo'lganman, yosh bo'lganman. Ustoz bo'lib shakllanishimda aynan shu maktabdagi rus tili fani o'qituvchisi Mojidaxon ustoz, Surmaxon opa bor edilar. Ana shu ustozlar bilan bir qatorda Tojimatov, Muxtorjon domla ustozlik qilishgan. Ustoz meni mana shu holatga kelishimgacha ham olib borganlar. Ustozni darsga tahlilga kirishlari shart emas edi. Eshikni orqasidan zimdan kuzatishardi. Shunga qarab turib ustozlarga baho berishardi. Mana bu joyda xato qildingiz, mana bu yerda to'g'ri gapirdingiz. Ana shu ustozlarni yordamida, o'shalarni qo'l ostida hozirga kelib aytaman, ustoz bo'lib shakllandim va mana shu mendan oldin ishlagan katta ustozlarimga katta minnatdorchilik bildiraman. امروز در مکتب زیاده از 90 معلم و مربیان کار میکنند. اکثر آنها شاگردان حلیمه خان میباشند. این برای معلمه افتخاری بزرگ است. Shu maktabda ishlaganimda shunaqa shogirdlarim borki, ularni onasini o'qitganman, onalardan keyin qizlarini o'qitdim. Xudo xolasa, nabiralarni ham o'qitish nimasi bor, istagi. Qarangki, onalarini o'qitganimda, onalari juda aqlli, xushmuomala, darsga tez javob beradigan ajoyib o'quvchi qiz bo'lishgan. Endi ularni qizlari yana qo'limga keldi. Qo'limga kelib, men o'zimni kasbimga qiziqtira oldim deb o'ylayman. Shu qizim rus tili fani o'qituvchisi bo'lib yetishdilar. Bu qizim nihoyatda o'ziga xos, nima deydi, ustozlarning ichida ilg'or ustozlardan biri hisoblanadi. Nafaqat maktabimizda, balki tuman o'qituvchilari o'rtasida ham, rus tili o'qituvchilari o'rtasida ham o'ziga xos o'rniga ega bo'lgan shogirdim hisoblanadi. Eng sevimli shogirdlarimdan biri. Shogirdlarim yana boshqa maktablarda ham bor, lekin bu ko'z ochib ko'rgan maktabimdagi mana shu qaldirg'och qizimni juda ham boshqacha ko'raman. مکتب سیستمی موثر تعلیمی را که بر اساس کلوب‌های گوناگون، درس‌های زبان‌های خارجی و اصول‌های معاصر اساس یافته است تأسیس داده است. طوری که دیرکتور تاکید می‌کند، سهم معلمه حلیمه خان در این پایه مستحکم بیاندازه است. Maktabimizda ko'plab oliy toifali, birinchi toifali, tajribali ustozlar mavjud bo'lib, ulardan eng tajribalisi deb men Halimaxon Ergasheva ustozni bilaman. Ustozimiz nafaqat hozirgi kundagi o'quvchilarni, balki o'zimni ham o'qitgan ustozim hisoblanadilar. Shaxsan maktab rahbari sifatida Halimaxon Ergashevani hayotiy tajribalaridan unumli foydalanish maqsadida maktabimizda ustoz shogird an'anasi yo'lga qo'yilgan. Yosh kirib kelgan ustozlarni to'plab amaliy seminarlar, ular bilan ochiq darslarni birgalikda o'tishni o'z oldilariga maqsad qilib qo'yganlar va bunga erishib kelmoqda. بعد از درس حلیمه خان به خانه میشتابد.
در خانه او و شوهرش سالهای گذشته را در سر یک پیاله چای به یاد می آورند. 3 فرزند و 5 نبیره بزرگترین ثروت زندگی آنها می باشند. واقعا هم حیات معلمه فداکار، مادر مهربان و بیبی خوشبخت حلیمه خان به دیگران نمونه عبرت می باشد.